hayratlanib hech nimadan qo'rqmay qolganim uchun dunyodagi eng xavfli bo'lgan Darknet saytiga mani qo'rqitishlari uchun 10 million so'm berdim. Lekin ular men kutganimdan qattiqroq qo'rqitmoqchi bo'lishdi va mani do'stimga o'g'irlab ketishdi. Va endi esa do'stimizni qutqarish uchun uni yopiq o'rmonga o'tkazishimiz kerak. Albatta bu narsa biz uchun juda qo'rqinchli va shuning uchun ham bu narsani suratga olishga qaror qildik. Agarda hammasini tushungan bo'lsanglar, video boshlang. Do'stlar, sizlar salgan 2 haftani chiqib oldim, 2 million bo'lganda, va o'sha odamlar kam vaqt o'tdi va biz 2 millionga syomchiga o'xshaymiz. Bizda o'sish energiyasi o'zgaruvchi, albatta o'tirib yaqinda chet eldan ko'rib chiqarish uchun albatta layklarni bosib tashlaydi va nimaga aynan layk bosish kerakligini video davomida tushunib olasizlar. Va aytgancha, mana videolarni avvaldan yaxshiroq ketadi. Agarda layklarni bosib obuna bo'lgan bo'lsangiz, bo'lmasa video boshlandi. Sizlardan so'ragan qo'rqinchli video. Ma'lum do'stlar, biz haqiqiy o'rmonga keldik. Va bu yerda do'stlar men bilan Gamidagi va Maqsudjon bor. Chunki biz savdo topishimiz kerak. Eng qizig'i mana bu yovvoyi o'rmonda bizlarni nima kutayotganini bilmaymiz. Video o'yinsan ham. Nima qizig'i bor? Bitam. Tasavvur qiling, biz qo'rqishim uchun 10 million berdi. Yo'q, nima ketdim. Qamaylar, bo'lmasa biz o'rmonga keldik. Давайте o'rmonda ham выжимание qilamiz. Ya'ni jon saqlab qolamiz. Bu uchun albatta mana shu joyga, bitta chodir quramiz. Let's go. Balkim просто sabroning maxsus xato olishimiz kerak. Uni topsa, yesam topsa. Oddiy yarimroq bo'lgan. Stop. Orqasini chodir qo'shamiz? Yo'q, men birinchi marta o'rmonga. Qamaylar do'stlar, ko'rib turganingizdek, chodirimiz qo'yildi. Do'stlar, bizlarga chodirimiz agar kechqurun sizlarni qo'rqitishga mutlarni daxli tushun bo'lmaydi. Ya'ni bular jo'ski bor. Qanaqadir maxluqlar kelsa, buni bitta qo'yish mumkin chodir. Qani chodir ochib qo'yamiz. Do'stlar, nima bu chodir? O'yladi bo'laga. Bu hamma bo'lmasa, ana endi chodir ichini bezaymiz. Do'stlar, alayya, biz bu chodirda bemalay sholing, va bu qarang. Degan narsalar usullarni cheklar va bunga qapich qiliblar. Va bu narsa esa bizga kerakli qon maslahat. Masalan, atmosferamiz bomba. Bu hamma qarang, kim tushganda bu nerealniy so'ri. Chuchram, mamekdan olov yoqadigan joy qilishimiz kerak. Chodir ichiga yoqmaydimi? Mana bu bizlarda yog'ochdan yasalgan kit bormiz. Chunki bizlar shunaqa yashashganmiz, yog'ochmiz. Kit bormi? Ana endi ko'rish kerak. Chunki asosiy kurash qorong'i tushgandan keyin boshlanadi. Hozir qorong'i tushgungacha hamma shartimiz to'g'rilab qo'yib kerak bo'lsa, mana shu yolg'iz shaytonchaligi sog'lig'i bo'lsa, bemalol chodirda turamiz. Bu qalay bo'lsa, ana endi olov yoqishimizga joy tayinlaymiz. Xullas, hozir men tosh yig'ishim kerak. Nimaga desanglar, olov yoqqanimizda atrofiga dumaloq qilib o'rabman. Shunda olov tarqalib ketmaydi va o'chib qolmaydi. Keyin chimirib olib, o'zimizni o'rmondagidek bo'lib harakat qilish kerak. To'g'risini aytsam, men juda qo'rqyapman, lekin bularga bildirmoqchi emasman qo'rqayotganimni. Agar bularga qo'rqayotganimni bildirib qo'ysam, vahimaga tushib qolishadi. To'g'risi tezroq bu atrofdan burilib qolmasligim kerak. Bularga qo'shilib olsam yaxshi bo'ladi. Chunki bilmayman bu o'rmonda nimalar bor. Do'stlar, mana bu haqiqiy o'rmonda yashab qolish hisoblanadi. Bizlardan cho'qaymiz. Tashla, aka. Va bu do'stlar, xuddi Amerikani filmga o'xshab arqamizda chiqarib. Va shunaqa qilib bizga